Qani siqarmikan qani? Voy. Azam aka, Hyundai Palisade qanchalik darajada olishga arziydigan mashina? Rostini aytsam, ha, ko'pgina premium mashinalar bilan bemalol raqobatlasha oladi. Ayniqsa O'zbekiston uchun juda qulay. Hyundai Palisade bu katta, to'liq SUV. 3 qator juda keng, bemalol butun oila sig'adi va eng asosiysi komfort. Yo'lda juda qulay. Rostdan ham ichi keng ekan, katta ekan, bemalol ekan odam o'tirishi. Ha, aynan shunaqa. Narsalarimiz bilan birga oilamiz hamma sig'adimi yo'qmi umuman o'ylanmaysiz. Oila uchun ideal mashina. Kapot ostida 2.5 gibrid motor, kuch yetarli har doim, to'liq privod, avtomat, har qanday yo'lga mos, ichkarida massaj, ventilyatsiya, isitish, maksimal komfort. O'zi ko'rinishi ham juda ham chiroyli mashina ekanda, aka. Ha, shunchaki chiroyli emas, premium segmentdagi jiddiy salbatli narxiga qulay bo'lgan mashina. Stokda mana shu ikki variant: qora kuzov, oq salon va oq kuzov jigarrang salon bilan. Ikkalasi ham o'ziga yarasha juda chiroyli. Biri ko'proq jiddiy, ikkinchisi esa tinchroq, oilaviy. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda, Amerikada ko'ngilsizlik bo'lib, bitta chaqaloqni sidinasi siqib qo'ygan ekan. Shu rostmi? Ha, rost, lekin hozirgi kunda bu masalani Hyundai kompaniyasi sistemani to'liq yangilab bartaraf etishdi. Hozir juda ham xavfsiz. Xohlasangiz o'zingizda sinab ko'ramiz. Qani siqarmikan qani? Voy. Ayo to'xtar ekan. To'xtatibdi.